Sherali Jo'rayevning farzandi Shohjahon Jo'rayev xalqqa murojaat qildi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan kanalimizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, so'ngra qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Birinchilardan bo'lib yangiliklardan xabardor bo'lasiz. Marhum Sherali Jo'rayevning farzandi Shohjahon Jo'rayev xalqqa murojaat qildi hamda san'at vakillariga ham murojaat qilib o'tdi. Sherali Jo'rayevning shogirdlari yoki bo'lmasam san'at sohasida yuradigan insonlar, biz san'at sohasidan tirikchilik qilamiz va albatta non topib yeymiz. Shuning uchun har bir shaxs Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini ijro etishi mumkin. Qaysidir to'yda yoki bo'lmasam daralarda. Shuning uchun to'ydan so'ng daralar tugagandan keyin Sherali Jo'rayevning haqqiga duo qilib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin deya murojaat qilib o'tdi. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, so'ngra qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Sherali Jo'rayevlarning oilasiga biz chuqur ta'ziyamizni bildirib qolamiz va albatta Allohdan sabr so'rab qolamiz. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.